imkoniyati bo'lsa kelib bir marta paraplanda uchishni tavsiya beraman. Bunaqa kayfni ancha-muncha joyda his qilmaydi. Xayrli tong aka. Ana birinchi kunni ertalab. Assalomu alaykum. Это еще спит. Типа спит. Не спит, конечно, но спит. Что-то нормально все? Поспали нормально? Вообще не нормально. Что такое? Что с Это невероятно. Фантастически. Неприятные чувства, короче. Почему? Нормально же вообще. Только здесь одеяло, а потом камень. Все. Эй, вставай. Voy, jest. Tak, xullas ikkinchi kun mana ertalabdan biz grill qilmoqchimiz. Tak, mana bolalar tayyorlayapti mana. Bu yerga chiqyapti xullas. Kitayskida nima bo'lsa ham. Tak, bu yerda hozir Ramazon bitta grillchani qiladi. Cho'tkilab grillchani yeymiz-ayu, keyin paraplanga ketamiz. Manzara Shveysariya. Xullas cho'tka. Okey. Tak. Olov yoqyapti bola. Oloviddin. Mana shu bolaning ismi Oloviddin. O'zbekistonning Naq Krasnogorskdan. Kindikidan, Toshkentnikidan. Lekin Toshkentnikidan, to'g'ri. Bu bola чисто Dushanbinskiy. O'sha-tu. Местный Dushanbinskiy bariga deydi-ku, o'shanaqa. O'shanaqa nima? Kindikidan. Dushanbiniki qayeri? Dushanbeniki. Ha, brat, Toshkentning qaysi kinigidansiz? Bingan o'tish yo'lini bilasizmi? Qani? Uх ты, волшебство-ku. Mana qopzavodda ishlagan. Ha, Qoplagan. bundan nimani so'ramanglar, xullas shu yerda ishlagan. Xullas shu yerda ishlagan yoki bir nima qilganda. Maqsad shu. Maqsad o'zini zo'r ko'rsatish. Lekin bu yana bu apasini nimaga apasi? Ammo kuyamiz-ku. Tagidan teshilib, teshib tagi. Mana bu o'shanga ekanda. Davay, brat. Men sizga ishonaman. U bo'ladimi yo'qmi? Bunday ozgina tashlab. Ular yetadi ana shularga. Keyingi o'g'ilni Kengesiga uyga borib qilsak yetar. hozir borku anaqa. Tez bo'lish uchun tovuq pishiramiz. Tu qarashlar nima qilyapti bu? Oloviddin. Nima bo'ladi Oloviddin? Sachraydi. Yani haydiyat anaqa bo'lar ekan, kallasi ishlagan ekan. Keshi? О, пис-пис qiladi. Что там, брат, ты не работал в кочегарской? Работал тоже. Тоже работал? Я же говорю, это у нас профессиональный. Только за бесплатно. Qo'limda tekkan. To'ylarda xizmat qilaman. Yopmaydim, nima? Yo'q, so'rayapti. Nom tutdi. Qo'shdi. Siz ishlagan to'ylarda. Ядерный bomba qilmanglar. Sizdan quyib turaymi? Pasini anaqa ochingda. Luftni. Chachirib. Ham zavod tashkil etdik. Amana soqdi. Ona tarafda turibdi otish kerak. Stol ustida. Bo'ldi, brat, chu. Yo'q, sen almani yo'qsin-da. Kachigarlikni o'rganyapti bitta bolalar. Sovg'asidagilar qo'yilsin. Buni tez beradi. Xullas, mana. Cho'tka, короче. Mana olovni yoqdi, Oloviddinni. Kachigar qanchada tayyor bo'ladi endi bu olovingiz? 20 minut. 20 minut? 20 minutda Oloviddin tayyor bo'lar ekan. Suymas ekan, u muzlab qoldi. Aytdim-ku, suyakmas deb. Yo'qni rejimiga qo'yib qo'yamiz.
Ko'p qo'ydan ular tekrar. O, ana bizani grill pishdi. Вот. Главный повар это Абдулладжон. Это его шестерка Рамазан. Indamas hamma narsani aytaverar ekan bu. Ha, короче, pishdi. Hozir buni o'chirib qo'yishimiz kerak endi. Osh tarafi. Ana. Mana Ramazan pivo ichyapti. Pivami nima o'rtoq bu? Kvasku. Ha, kvas ekan. Men pivo debman. Pivoga o'xshab ketadi-da. Video hamma narsa. Degan narsa qo'yaverar ekan bu. Boya gapni olib ko'rdiklarmi uni? Qancha qaytarib berdi. Qaytarib berdi. Qaytarib beraman. Buni o'tamiz gapni berdi. Xullas go'sht pishdimi? Ozgina qoldi. Bu tomoni kachigardi. Bo'ldi, aynan men iltimos maslahat olgan xudodan. Bu tarafdan boradi, yetib. O'sha tarafdan boradi. Mana tayyor, mana bu bizani обед. Вот. Вообще, ой. Четко. Oshpaz. Oshpaz. Kuchi, bu restoran bo'lar ekan Dubayga. Qani olinglar. Xudo xolasa. Siz qaravermaymi? Yeymi buni? Nima qaravermaydi? Go'shtga qaravermang, go'sht yeydi. Mazar qiladi. Qanaqa qilib bo'ladi-ku. Bu qani nima yapsan? Hey. O'ktamjon. Assalomu alaykum. Qatlaga ketyaptik, Abdullaxon. Myuringa ketyapmiz. Paraplanda uchamiz. Настрой огонь. Bomba. Как всегда. Tashlashani urdik. Ularning Olmadi, afsuski. Parhezda ekan. Dietada. Qanday go'zal manzaralar. Ertaga bunday kechmaydi. Istab endi bunaqa narsalar. Xullas, ana shu balandga chiqishimiz kerak edi biza. O'shanga biz hozir tiket sotib oldik. Tiketimizning narxi tak 1180 frank ekan. Shvetsarskiy. Bu примерно 13-14 евро. Xullas, ana shu balandga chiqamiz hozir biz. Вот Рамазан уже заряжен. Четко. Абдулла 50 на 50. Летает в облаках еще. Уже на полете. Е. Mana biz hozir dengiz sathidan 1641 metr balandlikdagi Myuren degan stansiyadamiz. Kanatga chiqib keldik. Pastaga qaraymiz. Hamma joy go'zal. Xudo xohlasa darsimiz примерно mana shu tomonga borib, mana shu tomondan, Ashtepalikdan paraplanda uchib tushamiz pastga. Hozir taraflarga ketamiz. Bizni sherigimiz yo'qolib qoldi, topolmaymiz. To'xtamjon, rahim bo'ldi. Kirib ketdi u yerda. So, xullas biza
Myurin qishlog'iga yetib keldik. Bu yerga mashina bilan yetib kelishning iloji yo'q ekan. Faqatgina mana bunaqa kichik mashinalar yura olar ekan bu yerda. Katta mashinalarda yoki lehtovoy mashinalar bilan kelib bo'lmas ekan. Faqatgina kanatli doroga или же velosiped bilan kelish mumkin. Shveysariya Myurin qishlog'i. Juda go'zal manzara. Qani mana, Muqtamjon. Qayerlardamiz? Shveysariyaning Myurin qishlog'idamiz. Necha metr? Faqat kanatli doroga или же velosiped bilan kelsa bo'lar ekan. Atak mashina bilan kelishning iloji yo'q ekan. Faqatgina gruzovoy или же kichik mashinalarda kelish mumkin. Paraplan. Инструктор. Рамазан заряжен на 1%. У Абдулы уже ноги, вот смотрите, не стоят, дрожат, да. Окей, китту, давай. Чао, бамбино, идем. Уртаga qo'yib men stoldan olaman mehlarni полностью mana. Abdulla, как там, брат? Нормально? Рамзан Кадыров. Это у нас инструктора. Четко. Xullas mana ketyapmiz. Paraplanda uchgan mana instruktorlar oldinda ketyapti. 1600 metrga chiqdik. Da, hozir 2600. Yo'q, 2600. 2600. Da. 2600 metrga chiqdik hozir. Xullas mana Havocha salqin. pastga 20-25 minutda tushamiz pastga. 800 metrga. Это porlar уже. Xullas situatsiya Nereye pishani shekilli bular? Сразу kimiz olib Xullas четко. Все нормально. Все нормально. Hozir ko'rmayman. Вот погода нормально. Просто Рамазану холодно. Очень, наверное. Это Хакиковский, брат. Хакиковский. Ты просто не знаешь об этом. Короче, взлетной площадкаga ketyapmiz hozir. Paraplanda uchamiz, xudo xolasa. Hammasi cho'tki bo'ladi. Orqadan bachalar kelyapti mana. Bachalar. Bachalar. O'g'il bolalar. Erkaklar-da. Ha, o yerda ekan ortiq. Mana yetib keldi. Shu yerda. Yeah. Abdul tayyorligini ko'ryapti mana. Tayyor. Ramazon ham tayyor. Biz tayyorgarlikni ko'ryapmiz. Xullas hozir uchamiz. Mana tayyor. Brat. Pastga ko'rishamiz. Yeah. Xudo xohlasa. Если что, men uxlamasam, normal bo'ladi hammasi. Uxlab qolsangiz ham videongizni spitchanni oldiramiz. Yo'q, aytdim, olaver dedim. Pastda o'ylab ko'raman dedim. Olmaslikni. Okay, давай. Okay. Meni o'ldirmoqchisiz, ha? Also, Herr, Okay. ganz einfach. Euer Pilot wird mit euch einen Countdown machen. 3, 2, 1. Und dann It's perfect.
You ready? You can come here, sir. Floated on the sea. Windows full of frost, and the whole world at our feet. Past the first grey town, then the road starts to climb. Every turn gets louder, like the mountains know our time. Oh, the air is electric. Oh, we're alive right now. Tunnels in the distance. We're not slowing down. We were born to run. We were born to run through the Alpine sun. Through the Alpine sun. Blue lake, white peak, heart on the edge. We were born to run, and we don't forget. Cutting through the storm with the radio high. Storm you shot over valleys, and the world looks wide. Hand on the wheel. Aqanaga boramizmi yo'qmi? Man Yo, vaqt ko'p ketib qoladi. Mana bu uskularni ham ancha yurishimiz kerak. yo'q, biz qayerga keldik massa. Короче, tunel o'tkiramiz, ko'ramiz nima borligini. Вау! Вот это пещера. Сейчас мы по лифту поднимемся. Куда, Чечен? Мы сейчас направились на горное ущелье, где есть водопады разные, разного высоты. Где динозавры, яйца ставили. Bu bosimiz bosib qo'ying, aytdi. Ha, naqamka? Shu, nima debdi? The lift runs approximately every 10 minutes. The lift fährt circa alle 10 Minuten. Oh, что за лифт? Что за лифт, брат? Влюбился, да? Что ты, А сам что? А сам что? Нормально, брат, нормально. Что? Ничего. Kim kalla tashiydi? Kim kalla tashiydi? Давай, брат, marhamat. Ты же хотел? На тебе. Давай, Юрий, короче, bir taraftan su. Kamçılavatı полностью.
Mana bolalar Lauterbrunnenni vodopadning tagida мороженое chani yeb o'tirishibdi. Ну что, какие ощущения? Lauterbrunnen. Мороженое швейцарское. Нормально все, брат? Четко идет. А у тебя какие ощущения, брат? В Германию покупать это мороженое на евро. А здесь за сколько? евро, да. 6 евро? Поэтому тут сладкое. Нормально, нормально. Ana biza Shvetsariyada короче pizza oldim. Germaniyada masalan sousni to'ldirib bersa, bu yerda sousni qaranglar. Eng интересный отдельный ekan go'sht. Ustiga kimda sepib qo'yib, kimda sepib kirib ketadi. Вот это вот Поворот или что там? вообще. О, sousga qaranglar, sousga. Вообще ko'p emasmi bu? Oq bo'lsa qaytarib beramiz. Oparib berasiz o'rta. Bitta ko'raylik.